Oyijon, o'g'lingizlar bilan restoranga borib kelmoqchi edik. Borib kelsak maylimi? Ha, mayli, borib keling, mayli. Kirlarni o'zim yuvarkanman-da, belim og'risa ham mayli. Hozir oyijon. Mana oyijon, kirlarni yuvib bo'ldim. Endi borib kelsam bo'ladi? Mayli, boravering. Faqat dazmol qilish kerak edi. Yelkam og'riyapti. Mayli, dazmol o'zim qilaman. Siz boravering. Hozir oyijon. Oyijon, mana hamma dazmollarni qilib bo'ldim, ishlarni qilib bo'ldim. Endi borib kelsam bo'ladimi? Ha, boring. Yoshlar aylanadi-da. Men belim og'risa ham mana shu yerlarni chopib qo'yay. Mana oyijon, yerlarni ham chopib bo'ldim. Endi borib kelsam bo'ladi? Mayli, boravering. Yangi imoratga 2 kamaz g'isht kelgan. Ularni ham o'zim kirgizar ekanman-da. Siz boravering. Mayli. To'xtang oyijon. Charchab ketdim. 2 kamaz g'isht kimga kerak? Oyijon, hamma g'ishtlarni tashib bo'ldim. Endi borib kelay. Mayli, boravering. Faqat Dilavita mahsulotlaridan magniy zakaz qilgandim. Yaqin Chilonzorda, Haytik masjidi ro'parasida, Lutfiy ko'chasi 42-uyda joylashgan. Shuni olib kelasizmi? O'zim borib olib kelarman. Bo'ldi oyijon, qaytishga olib kelaman shuni. Ha, mayli, boravering. Ha, tez qaytdingiz. O'g'lingiz telefon qildilar, bo'ldi, kelib qoldim. Nimaga aytgan paytim chiqmaysan deb boshqa aylanar ekanmiz. Yoshligingizda aylanib qolinglar. O'zingiz ham sekin harakat qilasiz. Shu aytgandan chiqsangiz bo'lmaydimi? Qaraganda o'tirasiz uyda. Nima bo'ladi?